Xo'p, qizlarjonlar, yaxshimisizlar? Sog'liqlaring yaxshimi? Mana ayolimiz murojaat qildilar. Ozishga harakat qilganlar-da, 75 kilogramm bo'lganlar, bariatriya operatsiyasi qildirib, hozir 65 kilogramm bo'lganlar. Mana matkalarida puzirniy zanus bo'lib qolgan, gormonalniy narusheniya, gormonalniy fon o'zgarib ketganda. Endi buni bu operatsiya bilan bog'liq deb bilmayman, lekin baribir ma'lum darajada bog'liqlik joyi bor. Chunki hech qachon bariatriyani 100 kilogrammdan kam bo'lgan odamga qilib bo'lmaydi-da. Hozir bular 75 kilogrammlik holatlarda shu operatsiyani amaliyotda o'tkazgan. Bu noto'g'ri. O'rtoqlar, o'zlaringni tekshirib turinglar, sog'liqlaringga e'tiborsiz bo'lmanglar. Bu hozir mana endi biz bilan onkologiyaga yubordik, ketdilar. Matkani ichida puzirniy zanus deymiz, mana qon tomir usilenni ko'ryapsizlar. Bu yaxshi jarayon emas. Shu uchun e'tiborli bo'lsanglar yaxshi bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, ozamiz deb har xil ishlarni qilmanglar. Gormonlarni tartibga tushirsanglar, ovqatlanish rejimini yo'lga qo'ysanglar, fizkultura bilan shug'ullansanglar, ozasizlar. Oshqozon oldirish bu yechim emas va uning asoratlari juda ko'p.